Ben müşk yigit. Ben müşk yapılan kız. Ben patlıcık balvan. Biz yola çıktık. 他们能拯救世界，谁是那些英雄？来这是给你看。水里小英雄就是我们，水里小英雄就是我们。大家在睡觉，大气犯罪，谁想世纪？ Ağırını kanık düşürüşünü bilmeymen. 水里小英雄就是我们，水里小英雄就是我们。 Bizge uxlaş giyimi gelmedi. Giganet patlıcık balvan. Green'i çakırman. Ben kondu. Tamam. Siz iş aparatım ne dedi? Acayip könglim elişti. Green'i çakırman. Bu yer iken o. Rahmet sana. Hey konu. Yok anladım demek istedim konu. Tamam. Green, nim kılıvatsan. Öyle tozaladım ben. Sen kalaymakan bulup gitipti. Eğer ben tozlu etmesem, abam beni faaliyet köygül koymaydı. Faaliyet çokum intayın kızıydı. Menimce kesen çıkmaşını çokum köygün ba. Şundak ben onu pek yoktur ben. Emiz tezraf tozluğun. Ben ima bilen başlap kıbarımın. Keşte askablıqla kirip faaliyetke buzgunçuluk kılışının aldın alemiz. Sülemini almayı başlap kıbaram sizle. Ondaqtı qandaq buludu. Lekin sen uyuğunu qandaq qılısın. Ensirmenla iyilerak gelip yığıştırsam mı buludu? Ben diq faaliyetini neçip baş resim kit atmaqçı. Resim aparatı çokum başlapta. Qarğanda bu yerden tapamıq dekmen. Buludu. Uxlaş giyimi gezmetle atlanaylı. Sınıf kırıp geçige. Kızımız yani. Shaharda har kuni kechida azmatlardan tarkib topgan bir atraf taxt bo'lib turadi. Ular jinoyatchilarga jasurlik bilan zarba beradi. Emma bo'lsa, Men müşk yapılan kız. Gary bo'lsa, Men patlıcık balvan. Konno bo'lsa, Ben müşk yigit. Uxlaş giyimli. Nimada kalaymakan. Patlıcık balvan, bu yer senin hücranga okşaş kalaymakanken. Sen pakız tazlayman degen tungu. Şundaq, ben selturu pakize tazlı bitimen. Romeo'nun ses düşkünüsü. Babası onun küçük düşkünüsken. Bunu bir xatar yerge koyup koysak bağıday. Toğra, bunu bilmen. Bırak. Hiçbir yok. Sen tazlık kağında biz faaliyetin ahvalıga her vaqt dikkat kıptırmız. Romeo'nun nefsimi oynama ha? Makul. O, eğer ben bu küçük yıltış üskünüsü bilen tazlasam, oynağında hesap olmaydı. Ben diğer Romeo, eğer ben ucuramda tazlasam, bütün dünyayı iyi bulalay men. Bu kılıpkının nemi güçleydi kalıkını bilgin bu. Maaşını kömemdiğen. Ben gigant patlıcık balvan ayrılıp kaldım. Ben nemi digen kaldes. Ay braderle. Patlıcık balvan kimisini bunda kıp koydu. Yine Romeo'nun küçük yıltış üskünüsü muşunda kıp koydu. Bırak ben küçüklep ketmey. Ekşice yoğunap kettim. Ömsürme, biz seni aslinge keltirip koyumuz. Yok boldu. Gigant patlıcık balvan bası bek beyziken. Her kandak adamdan faaliyetki buzgunçuluk kılışığı yol koymayman. Ben tengdiş yok gigant adam. O, faaliyet avarçılık yuluqıptı. Oy kız, mening müşk başınam olturaylı. Patlıcık balvanga bir kadem. Bırak gigant patlıcık balvanga bir sekreşle yeterli. Bu paliyet meninki pervaneler. Biz bu maşınlarını uğrap gideyli. Ben paliyet kılıdığan ayol padişah qaylanı. Ben emdim ben üçün tenteni kırılan pervaneler. Vay anam ey. Zaten emiş bu olayı. Mesela ne yıkımı tezlikte paliyet meydanı kapırıp koyay. Nime? Meydanğa şundaq yaxşı kırdınlar yaxşılar. O nime? Ben gigant patlıcık balvan. Məxsus senin maşını uğurlışını toskulu geldim. Bulup mu patlıcık balvan maşinisini? Ben onu en yoktur ben. Ham xalqıma.
Ben onu o'g'irlab ketgandan keyin ko'chalarda o'zimning faoliyatini o'tkazib, hamma odamni uyg'otibdiman. Uni tutinglar parvonalar. Sizlar hech nimaga yordam qila olmaysizlar. Ay Nuri sayrilg'uchi. Parvonalar, hep qolgan mashinalarni yeb, men bilan menglar. Tez bulunglar, tez so'ratmanglar. Sizlar diqqatinglarni faqat yig'amaysizlar-ku. Uning boshqalarni uyg'otib deb uni ko'rib qilishiga yo'l qo'ymayli. Biroq ansirmanglar, mening bir amalim bor. To'xta, meningmi bu? Uning ustiga mening teximmi cho'ng. Fatmachi polvon, sen nima Men qilmoqchi? axlatchilikni cho'ngaytaman. Agar men axlatchilikni cho'ngayta olsam, ay qiz bilan pervonlarni solab qo'ya olayman. Yo'q. Bek yaxshi bo'ldi. Fatmachi polvon uni darhol kichiklatadi. Ben kuma sen turib el qilaman. Hozir men bu axlatchilikni teximmi cho'ngaytaman. Bag'as bulunglar. Bu gigant uxlash kiyimidagi Azmat Bayber eng xatolik o'tkazdi. To'xta. Mening gigant parvonam bor tursa, Ayduri sayrilg'uchini nima qiladi? Bu cho'ngaytish uskunasi mening bo'ldi. Hammasi mening. Men faqat parvonalarni cho'ngaysamla, hamma mashinalarni o'g'irlab ketalayman. Biroq yana bir ish bor. Biz sal turib ko'rishaylik. Hozir sen yana asli holatingga qaytding. Biz endi qanday qilamiz? Cho'ngaytish uskunasini tortib olib, onda meni qayta cho'ngaytinglar. Bo'lmaydi, Fatmachi polvon. Biz avval sen cho'ngaytayotgan gigant parvonlarga taqobil turishimiz kerak. Ma'qul, gapingni anglay. Mish yapıla qiz, biz oy qizning yiniga berib cho'ngaytish uskunini tortib olaylik. Sen parvonlarning diqqatini tortib, ularning Fatmachi polvonning yiniga boshlab kel. Parvonlarni kichikiltib olsin. Yaxshi qildinglar, gigant parvonalar. Nahayat yaxshi. Hay parvonalar, sizlar meni hargiz tutolmaysizlar. Nima? Yo'q, tez qaytib kelinglar. Darajadan tashqari ushqirmishak. Buni aytdim, rahmat. Esingni bo'lsin, Fatmachi polvon, mish yapıla qiz parvonlarni boshlab kelganda, ularni kichikiltib o'tgan. Xo'p, meshigin. Nahayat yaxshi. Men berib, oy qizni to'say. Men bir amal topdim. Mushuk yigitning amali texmi unum berdi. Unda qilmag'in. Voy onimay. Voy onimay. Fatmachi polvon. Hech nima bo'lmagansan, Fatmachi polvon. Hech nima bo'lmadim. Qaraganda men yengibdiman, kishini bizar qiladigan ablaqlar. Faoliyat menga mansub, hammasi meningki. Biz parvonalarni kichikiltaylik, bu birdan bir amal. Meni qolgan men cho'ngaytish uskunasini totqizib qo'ydim. Cho'ngaytish uskunasi av yerdikan. Endi qanday qilamiz? Buning hammasi mening xatoligim. Bir muncha ovorchilik deb berib, hech nima qilib berolmadim. Oldirmanglar, uxlash kiyimidagi Azmatlar o'tirg'i chiqdi. Ehtiyot qil, Fatmachi polvon, endi uning tishiga tegadigan ishni qilma. Men naq uning tishiga tegmoqchi. Bu yerga kichik qushqosh. Go! Mushuk yigit, biz ay qizni qo'g'laylik. Yaxshi qilding, Fatmachi polvon. Ularning hammasini pokiz tozalab o'tishim kerak edi. Darajadan tashqari kuchli qo'l. Buni bir o'yin deb qopsan-da. Yaxshi qush. Mushuk yigit bilan Fatmachi polvonga yordam kerak ekan. Sen menga yaxshi chor deb berding. Mushuk yigit. Tangdasiz bir qanidi. Yo'q. Pek yaxshi bo'ldi, pervonda kichiklab ketibdi. Hamma
mashinani o'g'irlab ketamaydigan bo'ldim. Biroq sen eng amroq mashinani yeb ketdinglar. Kishini bizar qildigan ablah Aynuri Seyrlig'uchi. Qochonmaydigan bo'lding, ay qiz. Bir necha qangaltir quta meni to'sib qola oladi deb o'ylab qoldingmi? Men cho'qim sening beshoningni kichikiltiydiman. Ma yaqinlashma! Yaqinlashma, amaqan degan qo'sh. Derizini tashqari kuchli qo'l. Ha, yaxshi qilding Patmachuq polvon. Lekin biz gigant qushni asli holatiga qanday qaytaramiz? Bo'ldi, hammaylan asli holatimizga keldik. Endi buni boshqa qopirib o'taylik. Unda men o'zim topgan vorchilikni hal qilay. Uxlash kimlik azmatlar, birga tantan qilaylik. Albatta, qizimiz dunyoni. Vay! Bu yaxshi pakiz bo'lib ketibdi. Men nurg'un vaqt sarf qilib pakiz tozalab bo'ldim. Endi faoliyatga tayyorlanib bo'ldim. Yetib olinglar. Lionel ish bo'lmaganda rasm apparatini tepib oldi.